Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Sizlarni navbatdagi 58-darsda ko'rib turganimdan xursandman. Anchadan beri dars o'tmayotgan edik. Mana endi 58dan boshlaymiz. Demak, 58 bu eslatib o'taman 4-sinf 58-dars mavzu taqribiy tenglik. Yondosh mavzu atrofimizdagi olam ekan. Aniq qiymatlar, taqribiy qiymatlar haqida gaplashamiz. Sizlar bilan har doimgidek, sizlarning matematika ustozlaring Akmaljon Jo'raqo'ziyev. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Shu orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Birinchi, ushbu berilgan qiymatlarning qaysi biri aniq va qaysi biri taqribiy ekanligini o'ylab ko'ring. Sevimli kitob 100 bet. Ustida 250 gram yog' bor. Jasurning bo'yi 130 cm. Kvadratning 4 tomoni bor. Toshkentdan Samarqandgacha 268 km. Ustida 12 ta qalam bor. Endi sanashimiz mumkin bo'lganlari bular aniq qiymatlar bo'ladi. Misol uchun mana bu aniq qiymat. Kvadratning 4 tomoni borligi. Asirga olaylik. Bunga A deb belgilab qo'yamiz. Chunki bular aniq qiymati bor. Mana bu qutida 12 ta qalam bor. Buni ham sanay olamiz, aniq qiymat. Sevimli kitobimiz aniq bilaman 100 bet. Endi qolganlarini ham tekshiramiz. Xuddi Toshkentdan Samarqandgacha 268 km. Bu 268 km va 100 metr bo'lishi mumkin yoki 268 ga 1-2 metr yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun buni taqribiy qiymat deb hisoblaymiz. Mana bu yerda qutida 250 gram yog' bor. Qutilarga bilsalar ham plus minus 5 gram yoki 2 gram yoki 3 gram deb qo'yadi. Bu 1 gram ko'p yoki kam bo'lishi mumkin. Bu aniq emas, bu taqribiy qiymat. Tarozida o'lchagan taqdirimizda ham u ham taqribiy hisob-kitob olib boradi. Jasurning bo'yi 130 cm. Endi 129,5 bo'lishi mumkin. Buni ham taqribiy deb olishimiz kerak bo'ladi. Mana shular aniq va taqribiy qiymatlar. Har bir sonda nechta to'liq minglik, yuzlik, o'nlik va birlik borligini ayting. Endi 4 ta son bor ekan. Mana shularni belgilab olsak. Mana bu birinchi son bo'lsin. Ikkinchi son. Uchinchi son va 4-son. Birinchi son boshlaymiz. Nechta to'liq minglik bor? Mana birlar xonasi, o'nlar, yuzlar, minglar xonasi mana. 5 ta ekan demak. Eslatib o'tamiz. 5 ta to'liq minglik bor. 5 ta minglik. Keyingisi yuzlik. 6 ta yuzlik bor. Keyingisi o'nlik. 2 ta o'nlik bor. Keyingisi birlik. 3 ta birlik bor. Endi esa ikkinchi. Bu yerda birlar, o'nlar, yuzlar, minglar xonasi. Demak, 2 ta minglik bor. Ta deb yozmasak ham bo'ladi. Yoki yozib qo'yamizmi? 2 minglik deyishimiz ham mumkin. 2 minglik.
9 yüzlük, 0 onlik, 0 onlik, 8 birlik. Endi esa uchinchi. Mana bu yerdan hisob kitob qilinadi. Mana birlar, o'nlar, yuzlar, minglar. Mana 9 minglik, 7 yüzlik, 0 onlik va yana 0 birlik. To'rtinchi. O'ttiz ming ekan endi to'rtinchisi. Demak, bu yerda mana birlar, o'nlar, yuzlar, minglar. Mingliklar yo'q, yuzliklar yo'q, birliklar yo'q. Demak, bunda yozmasak ham bo'ladi, ya'ni 0 deb yozib qo'ysak ham bo'ladi barchasiga yoki yozmasdan tashlab ketishimiz ham mumkin. 0 ta minglik, 0 ta yuzlik, 0 ta o'nlik va 0 ta birlik. Ushbu kattaliklarni qiymatlarini xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida yozing. Demak, bu 347 ekan. 349 300 plus 40 plusdan 9 ekan. 23300 barobar 20000 plus 3000 plus 300. Keyingisi 47428. 47428. Demak, bu 40000, 7000, 428. 162. 100 qo'shuv 60 qo'shuv 2. 162. Bizdan xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishda tasvirlang degan. Mana xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishda tasvirladik. Xo'p, davom etamiz. Bizga ozgina ma'lumot berilgan. Amaliy hayotimizda biz ko'pincha kattaliklarning aniq qiymatini bilmaymiz. Shuning uchun soddalik maqsadida biz uni taqribiy qiymatdan foydalanamiz. Buning uchun yozma ravishda taqribiy tenglik belgisi, mana bu to'lqin tenglik deyiladi, ishlatiladi. Agar kubning massasi taqriban 3 kilogramga teng yozish mumkin. Taqriban 3 mana. Taqriban 3. Yozuvlarni o'qing. 821 taqriban 820 ga teng. 1056 taqriban 1000 ga teng. 319 taqriban 320 ga teng. B. Afrika filining massasi taqriban 8 tonna. Hindiston filining massasi esa taqriban 5 tonna. D. V teng 2 litr. Hajmi 2 litr. S. Yuzasi taqriban 654 cm kvadrat. Massasi taqriban 5 kilogram. Oxirgi yozuv nimani anglatadi? Mana bu oxirgi yozuv massasi, og'irligi taqriban 5 kilogram ekan. Shuni anglatadi. Hovlimizda 8 soatda 1456 dona, qo'shni hovlida esa 9 soatda 470 dona plitka yotqizishdi. Ishchilar qayerda tezroq ishlagan? 1 soat ichida ular nechta ortiq plitka yotqizishgan? Birinchi hovli, ikkinchi hovli deymiz. Bular 1456 bölü 8 bo'ladi. Mana. Endi 14 ni 8 ga bo'lsak 1. Hop, mana bu yerdagi 45 ni bo'lsak necha chiqadi? 5 ta ko'ramiz. 56 ni ichida 7 ta ko'ramiz. 157 dona deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi bu 8 ga bo'lganimiz sababi 1 soatda
157 ta yotqizgan bo'ladi ekan. Keyingisi 470 ni bo'lishimiz kerak ekan. Mana 9 ga 9 dona yotqizdi. 470 dona plitka yozishdi. Qo'shni hovlida esa 470 yozamiz. 470 bölü 9. Menimcha bu 9 ga bo'linmaydi. Qoldiq bilan tekshiramiz. 45 ni ichida 5 ta va 2 ta ko'ramiz. 52 butun bo'ladi. Buni 9 ga bo'linadigan qilib ko'ramiz. 470 11 11 bo'lsa 7 qilamiz. Mana shu 9 ga bo'linadi. 5 ta ko'ramiz. 27 ni ichida 3 ta ko'ramiz. 53 bo'ladi. Bu 53 ta dona deb yozishimiz kerak edi. Bu 157 ta. Qancha ortiq degan? 157 dan 53 ni ayiramiz. Natija 154 uzr. 104 ekanligi kelib chiqadi. Davom etamiz. Xuddi shu tartibda 6-chi. Birozgina murakkabroq bo'lgan, lekin yo'li bor ishlashni. Juda ham murakkab emas, unchalik. Paletkadan foydalanib, mamlakatimiz yuzini kvadratchalarda aniqlang. Bitta kvadratcha taqriban 5612 kilometr kvadratga to'g'ri kelishini bilgan holda uning yuzini toping. Siz yuzni aniq qiymatni topdingizmi yoki taqribiy qiymatnimi? Endi biz taqribiy qiymatini topamiz albatta buni. Aniq qiymatini topa olmaymiz. Mana bu yerlarni katakchalarini sanab chiqamiz. Mana bunday mana. 1 mana 2 3 4 5. Ya'ni to'g'ri bo'lgan katakchalar sanaladi. Chizib chiqamiz, yaxshi ko'rinmabdi chunki. Demak, 1 2 3 4 5 to'liq bo'lganlarini sanaymiz. Shuning uchun mana bu ham sanalmaydi, ozgina bor ekan bu yerda. Mana e'tibor beringlar. 4 5 6 7 8 9 10 mana 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Keyingisi 21 22 23. Hop 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Mana bu ham menimcha kerak emas. Yoki 40 deb sanab ketsak bo'ladi tak. Keyingisida mana bu sanalmaymiz, mana buni sanamaymiz. 41 42 yoki mana buni sanamasak ham bo'ladi. 43 44 45 46 47 bu tomonda yo'q ekan uji. 48 49 50 51 52 53 deb sanadim. 54 va 55. 55 ta bo'ldi. Bu butunlari 55 ta. Endi yarimlarini sanab chiqamiz.
yarimlarini ham mana bu bilan sanasak bo'ladi. Mana bu mana 1, 2, 3, 4 bu kerak emas. 5, mana 6 bu kelasi kerak emas. Mana bu hammasini bitta qilib sanasak bo'lar ekan. 7 mana hammasini bitta qilib. 8 mana bu 9 mana 10 2 13 14 mana bu 15 16 17 18 19 mana bu sanamadik 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 yana qayerdadir bor. Qaysini sanaymiz? 41 ta bo'ldi. 42 ta qilishimiz kerak shuni. Nimadir qilib, nima qilsak bo'ladi? Birontasini qo'shishimiz kerak. Qaysini qo'shsak bo'ladi? Mana bu ikkitasi bitta sanab ketgan ekanmiz. Shuni ikkita qilib sanaylik. 41 mana 42. 42 ta bo'lsin. Bu 42 ta chetidagilar, ya'ni to'liq qiymat bo'lmaganlar albatta. Ikki guruhga bo'lamiz. Buni yarmini olamiz. 20 bitta bo'ladi. Chunki qaysidirlari yarim, qaysidir ikkitasini juft qilamiz, to'liq bo'ladi-da, o'shani hisobiga. Misol uchun mana bu ikkalasini juft qilsak, to'liq bo'ladi. Masalanda, mana bu bittagini ham sanamagan ekanmiz. Yoki shularni. Plus 20 bitta bo'ldi. Endi bunga 20 bitta bo'lgan bo'lsa, 55 ga qo'shamiz 21 ni. 55 plusdan 21 barobar 76 bo'ldi. Umumiy holatda bu yerda 76 ta kichkina kvadratcha bor ekan. Endi bu 76 har bitta kichkina kvadrat 5612 ga teng edi. 76 ni ko'paytiraman 5612 ga. Mana shunda biz buni yuzini aniqlab topgan bo'lamiz. 71 ko'paytiruv 5612. Shunda 348452 kelib chiqdi. 398452. Mana shunga teng bo'ldi. O'zi adashmasam O'zbekiston maydoni 408.000 bo'ladi. Mana shunday hisoblanadi. Biz ozginaga adashdik. Ya'ni taqribiy qiymatini topdik. Buni taqribiy qiymatini biz 400.000 deyishimiz mumkin. 400.000. Bo'ldi 400.000 kilometr kvadrat deb yozib qo'ysak bo'ladi. O'zi 408.000 edi, taxminan biz 400.000 ekanligini aniqlab topdik. Endi bu taqribiy qiymat albatta. Qayerdadir mana bularni bittasini bitta qilmasdan ko'proq sanaganimizda, misol uchun bularni sanaganimizda bu haqiqatan ham 400.000 chiqar edi. Chunki bu yerda mana bitlarda tashlab ketdik. Misol uchun mana bular va hokazolar bittasini tashlab ketdik. Shuni hisobiga. Mana yuqorida ham bor, bu yerda ham bor mana. Ozgina qo'shilar edi. Yana bir 5-6 ming qo'shilsa shu 400.000 ni atrofida bo'ladi ekan. Bu albatta taqribiy qiymati. Endi bu aniq qiymatni ifodalab bermaydi, taqribiy qiymat bo'ladi. Albatta bu da xatolik bo'ladi. Taqribiy qiymatda albatta xatolik bo'ladi. Boshqalarda boshqacha son chiqishi mumkin. Misol uchun 398.000 emas, 400.000, 2.000, 403.000 balki 397.000. Mana bu yerdagi sanashiga bog'liq. Taqribiy qiymat ham bir xil emas, turli xil bo'ladi. Boshqa o'quvchilar boshqacha holatda sanashi mumkin bo'ladi.
Demak, hozircha bizda 400 ming kvadrat kilometr kvadrat bo'ldi. Haqiqiysi esa adashmasam 408 ming edi. Shu tarzda davom etamiz. 7-dan. Rasmda ayni bir to'g'ri to'rtburchak tasvirlangan. Chap tomonda uning tomonlari santimetr va millimetrlarda aniq o'lchangan. Mana bu chap tomondagi. O'ng tomonda esa uning tomonlari taqriban yaxlit santimetrlarda o'lchangan. Mana. Ushbu to'g'ri to'rtburchakning aniq va taqribiy yuzini toping. Xatolikning kattaligi qanday? Endi bu yerda millimetr ham bor ekan. Biz to'g'ridan to'g'ri millimetrga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. O'zi yuzini formulasi a ko'paytirib b ga teng. Tomonlari 2 cm 8 mm. Demak, 28 yozishimiz mumkin. 5 cm 2 mm 52 millimetrlarda hisoblayamiz. Ingisi ham s teng a ko'paytirib b ga teng bo'ladi. Bu ham 30 bo'ladi albatta. Millimetrda bu esa 50 bo'ladi millimetrda. Buni hisoblasak 15 va 2 ta 0 bo'ladi. Millimetr kvadratga teng. Endi mana bu yerda ozgina kalkulyator ishlatamiz. 28 ni 52 ga ko'paytirishda 1456 bo'ldi. 1456 millimetr kvadrat. Xatolikning kattaligi qanday deb so'rasa, biza 1500 dan 1456 ni katta sonni kichigini ayiramiz. Chunki xatolik taqribiy o'lchashdagi xatolik kichkina bo'lishi mumkin. Taqribiy o'lchashdagi xatolik katta bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun har doim kattasidan 1500 dan ayiramiz 1456 ni. Bu yerda 4 bo'ladi. Bu yerda esa 9 dan ayirsak yana 4. 0 0 bo'ladi. 44 millimetr kvadrat. Xatoligining kattaligi ana shunday ekan. Shu tartibda davom etamiz. 8-ga yetib kelibmiz. Chap va o'ngda ayni bir uchburchak tasvirlangan. Faqat o'ngdagi rasmda u biroz yuqoriga siljigan. Ushbu uchburchaklarning yuzlari bir xil bo'lishi kerakmi yoki har xilmi? Paletka yordamida ularning yuzlarini toping, natijani qanday izohlaysiz? Ayni bir xil uchburchak tasvirlangan bo'lsa, u yuqoriga siljiydimi, ostiga pastga tushadimi? Lekin uchburchakning yuzlari bir xil bo'lishi kerak. Lekin paletka yordamida hisoblasak, bu xatolik bilan hisob-kitob qilinadi, ya'ni taqribiy qiymat bo'ladi. Taqribiy qiymat aniq qiymatdan farq qiladi. Garchi uning yuzlari bir xil bo'lsa ham. Yana bir bor takrorlayman. Aslida ikkala uchburchakning yuzlari bir xil, lekin biz paletka yordamida taqribiy qiymat aniqlab topamiz va taqribiy qiymat aniq qiymatdan har doim farq qiladi, yoki ko'p yoki kam. Shuning uchun hozir biz hisob-kitob qilib chiqaramiz va buning yuzlari albatta ikki xil chiqadi. Bittasi taqribiy, ikkinchisi aniq qiymat bo'ladi. Lekin biz hozir ikkita uchburchak berilgan bizga. Ikkalasini ham taqribiy qiymat yordamida aniqlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz buni kvadratga to'ldirib olamiz. Ya'ni mana bunday qilib. Faqat boshqa rang olsak, juda ham yaxshi bo'lar edi. Misol uchun mana yashil qilamizmi? Yashil ko'rinadimi ekan? Juda yaxshi ko'rinmayapti. Semizroq qila qolamiz bo'lmasa. Mana shunday qilib, mana kvadratga to'ldirib olaman. Hozircha mana shu bo'ldi, mana kvadrat to'la bo'ldi. Endi
bularni sanab chiqamiz. Mana bu to'la 1, 2, ikkita. 2 xatga yozamiz, ostiga yoza qo'ydik. 2 plus mana bu yarim-ku mana. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 2. Yarmini olar edik 2. Yozamiz 2 barobar 4. Demak, buning yuzi 4 ga teng ekan. Endi bu ham 4 bo'lishi kerak. Bunda yo'q, e'tibor beringlar. Hech qaysi mana. Butun joy yo'q. Shuning uchun mana 1, mana bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 10 ta sanadim. 10. Hammasi yarim-ku 2 ga bo'lamiz. 5 chiqadi. Demak, buni yuzi 5 ga teng ekan. E'tibor beringlar. Taqribiy qiymatda uning yuzi 5 ga teng bo'ldi. Bu yerdagi taqribiy qiymat esa 4 ga teng bo'ldi. O'zi aslida buniki ham aniq qiymat deb qarashimiz mumkin. Chunki mana buni bu yerga olib qo'ysak, bu to'liq kvadrat bo'ladi. 2 kere 2 4 bo'lib qoladi. Hozir bu yerda kataklar soniga ham, joylashgan o'rniga ham bog'liq bo'ladi albatta. Kataklarni joylashishiga ham. Taqribiy qiymatda ikkalasini ham aniqladik. O'zi aslida buni yuzi 4 ga teng bo'ladi aniq qiymatda va taqribiy qiymatda esa 5 ga teng bo'ldi. Natijalarni mana shunday izohlashimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir boshida aytdik, yuzlari 2 xil chiqadi, chunki bularni joylashgan o'rniga ham bog'liq bo'ladi albatta. Endi davom etamiz. 9 va 10-chi bular uyga vazifalar ekan. Daftar varog'iga bo'yi va enini o'lchang, daftar varog'ini, uning yuzini aniq hisoblang. Endi buni yuzini aniq o'lchashimiz kerak ekan. Hozir bu turib tursin-da. Ikkinchisi, aniq qiymatlarni eng yaqin santimetrlargacha taqribiy qiymatiga almashtiring. Uning taqribiy yuzini hisoblang. Qaysi holatda yuz osonroq hisoblanadi? Taqribiy qiymatlardami hisoblash olish kerakmi? Endi kichkintoylar, hozir menda daftar yo'q, bo'yi va eni, shuning uchun daftarning bo'yi va enini, o'lchamlarini internet orqali qidirib ko'raman. Ozgina 1 daqiqa tursalaring bo'ladi. Buni o'lchamlarini oldim internetdan, yozib beraman. Mana aniq o'lchami, ya'ni bo'yi va enini 10 cm, A tomoni 10 cm, 5 mm. B tomoni 14 cm, 8 mm. Shunaqa bo'ldi. Yuzini aniqlaymiz. Endi buni millimetrga aylantirib olamiz. Shunda nisbatan osonroq ko'paytiramiz. 148 ga 105 ni ko'paytiramiz. Bu A5 o'lchamidagi, ya'ni o'sha daftar qog'ozi hisoblanadi. Demak, boshladik, ko'paytiramiz. 148 ni 105 ga 15540. 15540 ga teng bo'ldi. Millimetr kvadrat. Bu aniq o'lchami. Eslatib o'taman, agar sizlarda boshqacha bir o'lcham bo'lsa, o'sha o'lchamni olasizlar. Bu boshqa o'lcham, ya'ni A6 qog'ozining o'lchami bo'ldi. A6 qog'ozi bu aynan bizning daftarimizga to'g'ri keladigan o'lcham hisoblanadi. Demak, endi uni taqribiy qiymatlarini quyida hisoblaymiz. A va B ning. Ani bu 15 cm desak bo'ladi. Mana bunga 2 qo'shsak 15 hosil bo'ladi. 15 cm deyishimiz mumkin. Buni 11 yoki 10 desak ham bo'ladi. Taxminan 10 cm deyishimiz mumkin yoki 11 mumkin. Mayli 11 cm deymiz.
Shunda bularning yuzi 15, ya'ni 150 bo'ladi. Ko'paytirib 110 ga teng bo'ladi. Endi bular 165 ga teng bo'ladi. Va 2 dan 0 millimetr kvadrat bo'ladi. Avvalgisi 115.540 millimetr, bu esa 165.000 16.500 millimetr kvadrat. Qaysi holatda yuzini hisoblash osonroq? Taqribiydan mana shu holatda yuzini hisoblash osonroq bo'ldi. Taqribiy qiymatlarni hisoblay olish nima uchun kerak? Endi taxminiy o'lchab hisob-kitoblar juda ham ko'p joylarda kerak bo'ladi. Asosan hayotimizda ham mana shu taxminan shuncha ekan, shunchaga baholaymiz yoki bu yerga olib kirishimiz mumkin. Juda ham ko'p kerak bo'ladi. Taxminan 5 kilogramm yuk ko'tarmoqdaman, 10 kilogramm yuk, taxminan sening uzunliging, bo'ying shuncha chiqadi va hokazolar. Hisoblang, har bir natija uchun eng yaqin metrlar sonini yozing. E'tibor beringlar, hozirgi emas, natija uchun, ya'ni qo'shganimizda chiqadigan yoki ayirganimizda, ya'ni umumiy holatda hisob-kitob qilganimizda chiqadigan son uchun albatta. Boshladik. Bularni ustun shaklda ishlasak ham bo'ladi yoki santimetrda ifodalab olamiz. Birinchi o'rinda mana bu 7 metrni 700 olamiz va 728 bo'ladi. 728 santimetr. Plyusdan bu 398 bo'ladi. Ayru bu 42 detsimetr va 3. Demak 423 santimetr bo'ladi. Bularning barchasini hisob-kitob qilamiz. Avval qo'shamiz. Mana qo'shadigan bo'lsak 16 26 bo'ldi va 11 bo'ldi. 11 26 ayru 423 bo'ldi. Xuddi 26 dan 23 ni ayirsak 3 va 7. 703 santimetr. Endi buni metr degani uchun 7 metr deb yozib qo'ysak bo'ladi. Mana bu 3 santimetrni hisobga olmasak ham bo'ladi. Shu tarzda 13 metr, 2 detsimetr, 5 santimetr. Demak, bu nima qilamiz? 1325 bo'ladi-da. Sababi 13 ku 10 dan oshib ketmoqda-ku. Ayru millimetr ekan bu, e'tibor beringlar. Demak, millimetr bo'lsa nima qilamiz? Santimetrga o'zgartirish uchun 10 ga bo'lamiz va 470 deb yozamiz. 470. Bu shu 42 ko'paytiruv 7 bo'ladi. Ayirib olamiz, so'ngra qo'shamiz. Demak, bu yerda 25 dan 70 ni ayiramizmi? 65 chiqadi. Yo'q, uzr, adashdim, 45 bo'ladi. Demak, mana bu 13 dan 4 ni ayirsak 9 va 8 bo'ladi-da, 855 ga teng bo'ladi. Adashmagan bo'lsam 298 bo'ladi. Qo'shamiz 3 5 va 11. Mana shu hisob-kitobni bitta ko'rib olsak 5 bo'ldi. Bu ham 5 bo'ladi. 12 qolgan 8 to'g'ri hisob-kitob qilamiz va bo'ldi. Bu santimetrda albatta. Endi buni 11 yoki 12 deb yozishimiz mumkin. Eng yaqingacha deyapti, bu 12 ga yaqinroq. 12 metr deb yozib qo'yishimiz bo'ladi. 12 metr deb qo'ysak, nisbatan anchagina yaqinroq bo'ladi, chunki 11 metrdan nisbatan 3 santimetr u yaqinroq. Keyingisi 2 metr 8 santimetr. Demak, bu 208 bo'ladi. 4 metr 4 detsimetr plus 440 bo'ladi. Bo'lib 4 bo'ladi. Qo'shilgan, endi bu millimetr ku santimetrda hisoblashimiz kerak, 600 bo'ladi. Barobar.
Bularni qo'shsak 648 bo'ladi. Bölü 4 bo'ladi. Plus 600 bo'ladi. 64'ün içinde 16. 162 plus 600 bo'ladi. Barobar. Uzr. 600. 762 santimetr. Demak, bu ham 800 ga yaqinroq. 700 dan ko'ra bu ham 8 metr bo'ladi. Eng yaqinlarigacha aniqlikda yozdik. Ya'ni yaqinlar desa ham bo'ladi yoki bir taqriban desa ham bo'ladi albatta. 7 metr, 12 metr va 8 metr. Bizda eng oxirgisi qoldi. 6 metr, 2 detsimetr. Demak, buni 620 deb yozishimiz mumkin. Ayru 370. Keyingisi ko'paytiruvchi. Qo'shilgan bu 105 albatta. Barobar. Hisob kitob qilamiz. 250 ko'paytiruvchi. Qo'shuv 105. 750 qo'shuv 105. 855. Endi bu 855 ni biza 900 ga yaqinroqda. Shuning uchun 900 santimetr deb qo'ysak va buni 9 metr deb olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi javobi 7 metr, 12 metr, 8 metr va 9 metrga teng bo'ldi. Kichkintoylar, bugungi darsimiz 58 ekan, keyingi darsimiz 59 bo'ladi albatta. 59 darsga ajratilgan barcha misollarni ishlab yakunladik. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Shu orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va biz sizga videolar taqdim etishda davom etamiz. Sizlar bilan har doimgidek Akmaljon Jo'raqo'ziyev matematika ustozlarim bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.